Hürmetli dostlar, Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuh. Şuşunday matur yerlerden sizge bir kızıklı hadis, rivayetini aytıp bitesim kile. Resulübüz Muhammed Mustafa aleyhissalatu vesselam Kutsi hadiste ayta bir kişiler deyip Allah subhanahu ve teala sizge dey şunday matur görkem sözlerini aytты deyip. İyi odem balaları deyip. Eğer sizning günahlarınız şuşu jir hem kök arasında bulgan şuşu tarafını tutırılık bulsa dagın men sizni barıp keşerimin. Eğer sizning günahlarınız mesiz köretirgen şuşu bir yaktan gorizontning ikinci yagına tutırılık bulsa dey günahlarınız men аны keşerirmin dey. Eğer şın көңілден Allah Teala'dan tövbe etip o'zingizning mingcha ishlagan xatolaringizdan arınıp alarga keri qaytmasagız nişik Rabbimiz Allah sizni kechirmasin deb Resulübüz Muhammed aleyhissalatu vesselam üstüpte koyar. Şuna hürmetli dostlar, la taqnatu min rahmatillah degan oyatni unutirga yaramay, odam bolalari Allah Teala'nın rahmeti keng buluğundan, gafur rahman buluğundan, kechiruvi buluğundan siz bir qaşandagın ümitingizni hiç üze ko'rmagiz dey. Şuna nindigine halde, nindigine revuşta yaşaysız, nişikkine o'zingizni men bitgan kishi deb his etasiz, nishikkine o'zingizga endi tomg'a qo'ydingiz. Mana mening oxirdim. Bir qachondag'in ümitingizni uzmagiz. Alloh taolaning rahmati keng. U har vaqtda da bizni bek shod, ariza bo'lib qabul etib oladi. Din islom bizning uchun turmushimizda eng zo'r moyoq bo'lgan, bizni to'g'ri yo'lga olib boratirgan, bizni tavfiqli kishilarga qarata hurmat etatirgan matur ko'rkam zotlardan bo'ldira. Shunga dag'in shu islom dinining qopqalari har vaqt ochiq. Ul qopqani bir narsada yoba olmay, ul qopqani bir narsada tirab qo'ya olmay, ul qopqa ishilib tushmay, ul qopqa boylarga tugil, ul qopqa aqlli, darajali, buldiqli, yetishgan kishilarga tugil. Hamma ko'ngli ochiq bo'lganga Allah bu o'zining rahmat qopqalarini acha. Shunga siz de hurmatli do'stlarim, gil Allohning rahmatini umid qilib yashaymiz. Biz gil Allohning rahmatida umidda bo'lishga tiyishmiz. Chunki bizning umiddan boshqa narsamiz bor. Rabbimiz Allah o'z rahmatida, o'zining qudratida bizni bola aniqlarimizni bildirsin. Tozalik, sog'lik, salomatlik borig'izga da shu matur ko'rkam Pinjikent tog'larining matur, nurli ko'rkam o'rinlaridan. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.